Shunaqa gaplar do'stlar, bunaqa narsalar foydali narsalar. Shu gaplar chiqaringlar, oddiy xalq foydalansin. Qora tovuqni tuxumini yegan bola ham, ona ham, ina ham, amma xola ham kasal bo'lmaydi. Mana uni go'shtini yesa, ashi kasal bo'lmaydi. To'g'rimi? Kasal bo'lib shunaqa narsalar chiqaringlar, tabiiy narsalarda. Dekan jo'jalar ko'rasizlarmi? Bular hammasi sho'rpada, voобще shirin sho'rva. Azahmon so'rasangiz bir hafta yeysiz. So'rasangiz ko'ryapsizmi? Bir yilda bir 30 dan katta qilsangiz qishi bilan oling bering yeng deb o'tirasa, mana shu 5 kilo go'sht qiladi. Jicha semirsin-da. 1-2 oyda 5 kilo go'sht qiladi. 5 kilo go'shtni mazah yeysiz. Lekin jo'jalarim qayerga ketdi? Uxlanglar, shom bo'lyapti. Asallarim uxlanglar endi. Shirinim bularda qani endi. Makam, dakamni tuxumlari ham bor. Bitta bolangizga yedirib qo'ysangiz, ko'taratali gripp, viruslar, infeksiyalarni ko'ttiga tepfora degan videolar chiqarmaysizlar, ha? Qora tovuq tuxumi, dekanni tuxumi qanaqa doriligini bilmaysan. Men bolam tuxum yemaydi. Yemasa bilinchi qilib bering, yemasa qallama qilib bering, somsa qilib bering, o'shani solib kafsillatib yeb oladi. Buni sho'rvasini ichsangiz, maza. Masalan, bular jo'ja. Buni hozir bular ustimga ham tushib ketyapti. Endi ustimga chiqaman, salcham. Chekarcham.